imkoniyatim cheklangan, qobiliyatsizman deyishda davom etaversangiz, chetda qolaverasiz. Agarda sizga berilgan imkoniyatlardan foydalanib, o'qisangiz, o'rgansangiz, izlansangiz, albatta mukofotini olasiz. Bugungi qahramonimiz ham qarshisiga chiqqan to'siqlarni birin-ketin yengib o'tib, allaqachon muvaffaqiyatlari natijasini olishga ulgurgan yoshlardan biri. Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti talabasi Farnoza Halimovadir. Uning hayot yo'li bilan tanishsangiz, katta muvaffaqiyatlar sari ilhomlanishingiz aniq. Assalomu alaykum Farnozaxon, sizni ko'rib turganimizdan mamnunmiz, xush kelibsiz. Assalomu alaykum Muxlisaxon, rahmat sizga taklif qilganingiz uchun. Xudo xolasa siz bilan ham fikr bo'lib, ham suhbat bo'lib juda ham xursand bo'laman. Ilk savolim, Farnoza Halimova kim? Farnoza Halimova bu 2004-yil 13-noyabrda Samarqand shahrida tug'ilgan bir ko'zi ojiz, nogiron bir qizcha. 2010-yilda ko'zi ojiz bolalarga ixtisoslashtirilgan maxsus maktab-internatga o'qishga borib, 2022-yil uni tugatgan. Men desam bo'ladi. Shu bilan birga qobiliyatli, talantli, iste'dod egasi. Bolalik yillaringiz haqida gapirib bersangiz, orzularingiz, qaysi kasbni tanlashni istagan edingiz? Bolalik yillarim haqida gapirib bersak, ota-onam ham ko'zi ojiz insonlar, o'qituvchilar ular. Shuning uchun bir o'qituvchilarni atmosferasi uyimizda doim bo'lgan. Shuning uchun bolaligimizdan bizga o'qishni, yozishni brail yozuvida, alifbosida tez o'rgatishgan. Bolaligimdagi eng orzuyim o'zi ko'zi ojiz bolalarda bo'lib turadigan narsa bu xuddi bir musiqaga qiziqish o'zi ko'zi ojizlarda boshidan bo'lib qoladi, ko'pchiligida, 50% ortig'ida. Menda ham xuddi shunaqa narsa bo'lgan. Qachondir bolalik vaqtlarimda hattoki musiqani o'zimga kasb qilib olishni orzu qilganman. Lekin o'ylab ko'rib oxiri mana filologiyaga to'xtaganmiz. Poliglot, ya'ni bir nechta til ko'nikmalarini egallagan ekansiz. Qaysi tillarni bilasiz? O'zi Samarqand shahrida tug'ilgan odam shu poliglot deymiz, bu ancha keng gap, chunki poliglot degani o'zi 5, 6, 7 tillardan kelib chiqadi, yana u butun dunyo tili bo'lishi kerak na samom деле. Poliglot o'zi Samarqand shahrida tug'ilgan odam til bilishga juda moyil, chunki ikkita til bor samarqandlik odamda, tojik, o'zbek tili. Shu bilan birga olganda rus tili ham hamma vaqt qulog'imizda, bilib olamiz. Tanish til o'rganishga osonroq. Rus tiliga qiziqish bolaligimdan bor edi, u ko'rinib ham turardiki, hammaga men aytamanki, rus tilini men noldan boshlaganman. Keyingi tillarim bu yoshim ortib borgandan keyin bir vыбор deydi, tanlov bo'lgani bu italyan tili. Italiano juda ham bir nafosat, go'zallik tili hisoblanadi. Shunday. Keyingi hozirgi o'rganayotgan tilim bu latish tili. Hamma hayron qoladi, nima bu? Latish tilida ko'pchilik gapirmaydi deb. Yo'q. Nima uchun til o'rganiladi? Nima uchun? Shuning uchunki til bu davlatni, millatni madaniyatiga yo'l boshlovchi bo'ladi til. Chunki masalan Boltiq xalqini juda ham bir boy madaniyati bor. Uni tilini bilmasdan u madaniyatga kirib, o'rganib, bir nimani ko'rsatib, almashib bo'lmaydi tilni bilmasdan. Shuning uchun latish tili bu ham eshitilish jihatdan juda ham bir nafis til hisoblanadi, ham mana bu boy madaniyatga bir ko'z tashlash uchun latish tilini xudo xolasa o'rganyapman. Til o'rganish qobiliyatini qanday qilib samarali rivojlantirsa bo'ladi? Tengdoshlaringizga maslahatlaringiz. Til o'rganish qobiliyatini rivojlantirish faqat hamma narsani tagida, bu har doim aytadigan gapim, qiziqish turadi.
qiziquvchanlik. Oldin biz hisoblardik, qiziquvchanlik bu bir odamni o'ziga bir xos xislat yoki xususiyatdan biri deb. Yo'q. Bu hozir aniqlandiki, qiziquvchanlikni ham rivojlantirish kerak bo'lib qoladigan davrga kelib qoldik. Har doim tilga qiziqamiz. Albatta gaplashgimiz keladi. Agar hatto kitoblarga qiziqish bo'ladigan bo'lsa, har bir kitobxonning yirik maqsadi bu bir kitobni o'zini yozilgan tilida o'qish. Mana shu ham yaxshi bir stimul bo'lib xizmat qiladi til o'rganish uchun. Agar qiziqish bo'lsa, qobiliyatni o'zi rivojlanib ketadi. Italyan tili bu meni orzuyim bo'lgan Danteni o'zini tilida o'qish. Ilohiy komediyani ajoyib bir orzu. Bolalik orzu emas, конечно, bu universitetga kirgandan keyingi bu orzularimdan biri. Vivo per lei da quando sai la prima volta l'ho incontrata. Vivo per lei perché fa la prima volta l'anima. Per questo io vivo per lei. Qoyil, ajoyib ovozingiz bor ekan. Bu Andrea Bocelli bilan Georgiyani bir aytgan musiqa mening hayotim degan bir qo'shiqdan bir parcha edi. Ajoyib. Qachondir meni bir orzularimga to'g'ri kelgan bir qo'shiq. Ko'p tillarda muloqot qila olasiz. Shu bilan birga qo'shiq kuylashga, pianino chalishga qobiliyatingiz bor. Biroq tanlagan sohangiz esa filologiya. Nima sabab bo'lgan bu sohani tanlashga? Filologiya meni siz aytgandek iste'dodlarimdan birini namoyon qilib beradigan bir yo'nalish. Filologiya va tillarni o'qitish va rus tili yo'nalishiga o'qishga kirganman. Bu bizni fakultetimizni tugatib, xohlagan yo'l ochiladi, xohlang tarjimonlik yo'nalishiga, xohlang o'qitish faoliyatini olib boring. Va hozirgi olib borayotgan bir faoliyatimdan biri bu tarjimonlik faoliyati. Shuning uchunki menda bir katta burilish bo'lmadi. Qiziqishlarimni biridan baribir taklifni cheketdim. Bugunga qadar erishgan yutuqlaringiz orasida eng kattasi nima deb hisoblaysiz? Umuman natijalaringiz haqida ma'lumot ham aytib o'tsangiz. Yutuqlardan gapiradigan bo'lsak, ramziy yutuqim deb hisoblayman. O'zi mana hozir 3-bosqichni tugatib, a'lo baholarga, bilimlarga ega bo'lib, mana hozir sizning yoningizda o'zimga ishongan holda o'tirishim eng katta yutuqim. Agar bu konkurslar haqida gap ketadigan bo'lsa, bilasizmi, menda shunaqa narsa bir bo'lganki, bir nechta konkurslarim bor, o'rinlari bor, ko'p. Lekin uni men nimagadir xuddi bo'lishi kerak, o'zidan o'zi kelib chiqadigan narsa deb qabul qilganman. Shuning uchun bir pafos bilan gapirish bo'lmagan. Konkurslar haqida. Aytib o'taman, albatta. Tambov va Samarqand davlat universitetlari qo'shma holda e'lon qilishgan eng yaxshi lirik obraz yaratuvchi nominatsiyasida birinchi o'rinni qo'lga kiritganman. Pushkinni mashhur Oneginni xatini o'qib, jyurini hay'at a'zolariga juda ma'qul bo'lgan ijro. Va eng yaxshi esse Boltiq davlat bir instituti e'lon qilgan rus tilini bardavom bo'lishi, rus tilini nima deydi, umumjahon til bo'lib qolishi uchun e'lon qilingan olimpiadalarda 2-o'rinni egallaganman. Eng yaxshi esse bo'yicha. Bu yutuqlardan gapirsa ko'p bo'ladi. Konferensiyalarda bir maqolalarim, tezislarim bilan qatnashib turaman. Minnatdormiz. Yutuqlaringiz soni bundan ham bardavom bo'lsin. Keyingi savolim, o'z muvaffaqiyati, yutuqlari bilan sizni ilhomlantirgan inson kim? Muvaffaqiyati, yutuqlari bilan ilhomlantirgan inson bu meni dadajonim bo'ladilar. Dadajonim hozirda Samarqand shahar Hoji Abdulaziz Abdurasulov nomidagi san'at maktabida faoliyat yuritib keladilar. Bolaligimizdan ishlab ham tanqidlari bilan, ham o'zlari bosib o'tgan bir katta ulug' yo'l bilan bizni bir ilhomlantirardilar.
qo'shiq-ku bolaligimizdan aytib yurardik, lekin qachon bir vaqt kelib men muzika chalgim kelib qoldi desangiz endi. Bu pianino chalgim kelib qoldi. Pianino endi katta bir asbob, ham bir qimmat turadi budjet jihatidan. Hali qanaqadir muvaffaqiyatga erishmagan vaqtim bo'lganda ham. Xo'p deyishgan. Kunduzi chiqib ketib, kechqurun mana qizim olib keldik deb orqalaridan rostdan bir katta mashinada pianino yetib kelgan. Ota-onangizning sizga eng ko'p aytadigan so'zlari? Dadamni eng ko'p aytadigan so'zlari menga o'sishing kerak-da, hali xom. Bu tanqidomuz bir ham hazilomuz, ham tanqidomuz bir gap. O'sishing kerak-da, hali xomsan degan gap. Bu mana hamiyatimga ham tegib ketadi. Aynan shu gap keyin nimaga men xom bo'lar ekanman? Hali qanaqa pishishni ko'rsatib qo'yaman degan narsaga olib keladigan bir ajoyib bir gap. Doim esimda qoladi bu gap. Og'ir vaziyatga tushib qolganingizda undan qanday chiqib ketishga harakat qilasiz? Og'ir vaziyat albatta bo'ladi. Og'ir vaziyatdan hamma vaqt чувство yumora deydi. Yumorni hissi hamma vaqt qutqarib qoladi. Qachonki odam o'zini yomon his qilib turgan vaqtda ham agar u o'ziga o'zi hazil qila olsa, demak u chiqib ketadi shu vaziyatdan. Agar hazil qila olmasa, bu haqiqatdan ham katta bir botqoqqa o'xshataman og'ir vaziyatlarni. U botqoqdan tortadigan narsa faqat yumorni hissi. Muvaffaqiyatga erishish uchun qanday qiyinchiliklarni bosib o'tdingiz? Boya aytganimdek, muvaffaqiyatlar deganda nimani nazarda tutishga bog'liq. Konkurslarda yutish yoki boshqa narsa desak, hech qanaqa qiyinchilik rosti uchramaganman. Bo'sh vaqtingizda nimalar bilan shug'ullanasiz? Bo'sh vaqtim ana shu ajoyib hobbi bo'lib muzika qolgan. Muzika qolgani, pianinani yoniga o'tirib, muzikani boshlab, repertuarni boshdan oxirigacha bir chalsam, xayolot olib ketadi. Вот ana shu bir ajoyib dam olish soatim hisoblanadi. Kitoblar ham mutolaa qilib turasizmi? Filolog albatta kitob mutolaa qilishga ham nima deydi, ham qarz ham farzi filologlar deyshadi-yu. Braille alifbosida o'qiysizlar kitoblarni, shundaymi? Braille alifbosida kitoblar o'qiganman. Albatta bizni ko'z ojizlar kutubxonasi bor. Ancha kitoblari bor, o'zbek tilida, rus tilida kitoblar bor, eski va yangilari chiqarishyapti. Mana printerlar ham berilgan, chiqarib faoliyat yuritishyapti kutubxonada, lekin asosiy ko'p kitoblarni audio formatda eshitishga to'g'ri keladi. Chunki Braille alifbosida yozilgan kitoblar joy, пространство masalasi joyni ko'p oladi. Chunki katta kitoblar agar joyni ko'proq oladi. Urush va tinchlikni o'zi bir 4 tomli bo'lib ketadi. O'qishga 74 soat vaqtni oladi. O'zi audio formatda o'qishga u brailchada juda ham katta kitob. Yurtboshimiz bilan ham uchrashishga muvaffaq bo'lgan kamsonli yoshlarimizdan birisiz. Shu haqda ham so'zlab bersangiz. Bu baxtga ham deymiz, muyassar bo'ldik. 2022-yil fevral oyida yurtboshimiz internatga tashrif buyurdilar. Nima uchun? Internatdagi bir faoliyatni, hayot yo'li qanday boryapti va qolaversa yoshlar bilan bir ham fikr bo'lish maqsadida va u yerda muzika xonasida hamma xonalar tayyor turgan vaqtda kim kutubxonada, kim muzika xonasida ko'rishdi. Biz yana bir nechta o'quvchilar bilan muzika xonasida edik. Muzika xonasida bizni ko'rib, pianinoda Chopinni Nocturne do diez minorni chaldim. Bilmadim, prezidentimizga Chopin yoqadimi yoki men chalgan narsa rostdan ham yoqib qoldimi? Qanday chalganim? Aytdilarki, qizim, mendan sizga sovg'a bo'ladi. Men sizga pianino beraman, sovg'a qilaman dedilar. Hattoki u kishini menda o'zi pianinani borlik fakti ham to'xtatmadi. Nima qildim, mendan esdalik bo'ladi dedilar. Albatta bu bunaqa sovg'ani prezidentimizdan qabul qilish baxt edi.
va shundan keyin 8 kun o'tgandan keyin sovg'alarni ham yetkazib berdilar. Bu kunga qadar nimalar qila oldim deb o'ylaysiz? Kelgusida nimalar qilishni reja qilgansiz? Chuqur falsafali savol. Meni asosiy maqsadim filologiyada o'qishdan va hattoki tarjimonlik faoliyatidan ham alohida bu maqsadim o'sib kelayotgan avlodda bir rivojlangan keng ko'lamli bir tafakkur paydo bo'lishi. Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, где тебя носила. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Muvaffaqiyat harakat qilgan, o'z ustida tinimsiz ishlagan insongagina keladi. Shunday ekan, o'qing, o'rganing, izlaning, harakatdan esa aslo to'xtamang.